Assalomu alaykum Xorazmda yurtdoshlar. Shunday sovuq ob-havoda sizlar uchun issiqqina yangilikimiz bor. Ya'ni subsidiyaga zo'rimdan bir kvartira qidirib yurgan bo'lsangizlar, aynan Mutavalli City qurilish kompaniyasining ina shu ko'rib turgan tayyor domingizda ajoyib kvartiralar sotib chiqqan. Eng zo'r joylari domni ko'rasizlar, o'sha sifatini tushunib olaverasizlar. Oddiygina misol fasad qismini qaraydigan bo'lsangizlar, polni termopaneldan akkuratlanib taxlangan. Görüp o'zingiz bahasini beraverasiz. Yani fasad qismi geshda ko'rsangizlar, ku polni yonib chiroyligina bo'lib turaveradi. Pastlarga ko'rsangiz mumkin polni do'konlar qilingan. Plus biznesmenlar bo'lsa, biznesingiz uchun misol zdaniya qidirib yurgan bo'lsangiz, bu yerda do'konlar ijaraga beriladi. Sotilmaydi, ijaraga beriladi. Yani ko'rib turganingiz DP qismi bo'ladi. Plus pastda o'zini do'konlari bor. Xohlasangizlar pastdagi do'konlarni olib ofis etib qo'yishlaringiz mumkin. Xullas, va o'zingizni biznesingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, telefon ostidan kelishib olib Hazreti biznesingizni gazini basaverasiz. Agar kvartira sotib olmoqman desangiz, subsidiya ham bor, kredit ham bor. Plus misol pul kamroq desangizlar, muddatli to'lov ham aynan shu ko'rib turgan mini, yani shahar ichida shahar deydi-ku, hamma narsasi ichida bo'ladi bu yerda. Bog'cha, maktab, poliklinikadan muammo bo'lmaydi. Domonadon zonalari, xullas, Shovotni bo'yinda zatib oilaviy aylanib yuraverasizlar, xudo xolasa 3-4 yillab bitadigan bo'lsa, balkim tez bitib qolar. Aynan sizlar uchun hozir buni to'liq obzorni ko'rsatamiz. O'zingiz ko'rib bahasini beraverasizlar. Bu ko'rib turganingiz esa Mutavalli City qurilish kompaniyasining sotuv bo'limi bo'ladi. Aynan shu domni yonida joylashgan. Bemalol so'ra kelib, har bir kvartira haqida to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Plus subsidiya qiziq bo'lsa, uni dokumentlari nechik bo'ladi, kredit olacak bo'lsangiz, uniki nechik bo'ladi. Misol muddatli to'lov ham yangi domi bityotir. Uni misol dokumentlari nechik bo'lishi haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, aynan so'ra kelasiz. Bu domimizning orqa tarafi bo'ladi, ya'ni podyezdda joylashgan tarafi. Qaranglar, bu taraflar ham to'liq, ya'ni bir remontlari akkuratlantirib taqlangan. Podyezdning eshigine keladigan bo'lsak, вообще dahshati qo'yilgan. Hazrati qo'shnilar bilan foydalanaverasiz. Yani bir yil ishlab berib, keyingi yil qo'shnilar bilan pul chiqarishamiz, buni ichki eshik olamiz deb yurmaysizlar. Domofonlar ustanovka qilingan, ya'ni chiroy odam bu podyezdga kira olmaydi. Bemalol o'zingiz tanlasangiz vaqtda kvartirani o'zida o'tirib, knopkani bosasizdan eshikdan chiqasiz, keyin kirib foydalanib biladi. Ko'rib turganlaringizning bellari ham to'liq, nezavikadan taqlangan perelalari, oldi qismini qaranglar, beton etib akkuratli taqlanib turibdi. Mashinalar bemalol bu tarafga taqlab qo'yaverasiz. Ya'ni stankasidan muammosi bo'lmaydi. Plus bu tarafimizda deski plashatkalardan taqlab qo'ydilar. Bolalar zazzatib o'ynab yuraveradi, gazollari döşalgan. Xullas, ko'rib turganingiz yopiq shaharcha bo'ladi. Bir kichkina yopiq shaharcha Mutavalli City'ning o'zi bo'ladi. Bu qurilish ishini ketaveradi. Plus Shovotni bo'yinada hamma narsasi qurilib solinadi. Bu yerda xudo xolasa poliklinika bo'ladi, maktab, bog'cha hamma narsa bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingiz yon tarafimizdan citylar qurilib turibdi, Shovotni orqa tarafidan citylar qurilib turibdi. Xullas, nima desam ekan, endi bu yerda sistem bir cityda yashamoqda bilgan bo'lsangiz, ishonchli bir kvartira kerak bo'lsa, misol qurilishini bir garantiya bormi deydilar, aynan shu domni kelib ko'rishingizni tavsiya etamiz. Sababi pishgan karushdan solingan, plus podyezdlar ham kengina olingan, kengda bir ko'rib chiqamiz podyezddan. Podyezga kiraverishda zinalar ham kengina qoldirilgan. Misol mebelmi yo bo'lmasa bir to'y texnika etkanda ham zinadan orqa interplan qilasizlar. Zina emas, lift kerak desangizda 1 tonnalik liftda ustanovka qilingan, bemalol foydalanaverasiz. Plus podyezga qaranglar, kengina, ya'ni misol ko'mish eshikdan so'rab bo'lsa, bu ko'mishning eshigini deb yotmaydi. Ba'zi bir joylarda shunday joyni ham qizg'anib qisib tashlaydi, bedina kengina podyezlar qoldirilgan. Aynan sotuvda korobkali variantda xonadonlarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Misol bu ko'rib turganingiz 68 kvadrat metrli kvartiramiz bo'ladi. Shunday korobka holatida turibdi, suvoqlari, betonlari qilinib, ishotchiklari ustanovka qilingan, hamma narsasi ustanovka qilinib turibdi. Aynan shunday korobka holatda bir mijozimiz xarid qilgan, qaranglar, 100 kvadrat metr, lekin remontini shunday etib, ajoyib etib taqlaganlar, o'zingiz ko'rib bahasini berasizlar. Hovli joyda yurgan yurisizlar, qaranglar. Mana hammamiz shunday ajoyibgina kvartiralar nasib etsin. Kengina koridor bormi? Koridordan yurib kelasizlar, bu yerda yana birinchi spalniyasini joylashtirganlar. O'sha ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasini akkuratlantirib taqlab qo'ydilar. Plus koridordan kelasizlar, keyingi xonamizga qaranglar. Eshikdan ham zo'rlarni ustanovka qilingan. Bu yerda o'sha detskiy spalniyasi. Ko'ringlar, detskiy spalniyalar ham kenginadan tushgan. Xonalar kengina, 100 kvadrat metrda. Yani shunday ajoyibgina kvartirani taqlasangiz bo'ladi. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, ayollarni yana bir yurakini jizzatadigan oshxona bo'ladi. Oshxonasini ham o'sha bu mijozimiz to'liq taqlatgan, ko'rishingiz mumkin. Mebellari boshqasi ozgina bir taqlab, meni taqlashtirib bersa, xullas ko'chikka yashab beradilar. Keyingisi
Отдельni o'zini ham ko'rishingiz mumkin. Tualeti tushgan bo'ladi. Отдельni bir anda banyasi bo'ladi. Ya'ni dush etib foydalanaverasizlar. Xohlasangiz banyo ustanovka qilib banyasidan foydalanaverasizlar. Keyin mehmonlar keladi, ko'pchilik sig'dirib bilinmayman kvartira deysizlar-ku. Bu yerni ko'ringlar. Bu ham kengina tushgan. Bemalol inson qarindoshlar keladigan bo'lsa, hamma sig'adi, hamma foydalanib o'tiraveradi. 68 kvadrat metrli, yana qaranglar, kvartiramiz remont bo'lib turibdi, sotilgan bo'ji. O'zi bu domimizda bir sanoqli 4-5 dona kvartira qolgan. Yana tim bo'lish shuncha bir nodasam bir imkoniyati bor, subsidiya deysam, kredit deysam, mana keng xonalar tushgan. Bemalol zati foydalanasizlar, qaranglar. Oynalar ham zo'rlar ustanovka qilingan. Plus ko'rib turganingizdek, yani giraverishda koridorlar ham keng qoldirilgan. Xullas, hazratib yashaman desangizda, albatta mutavalli sitiga kelib, o'zingizni kvartirangizni tanlab, xohlasangiz subsidiya, xohlasangiz kreditda xarid qilishingiz mumkin. Bu ko'rib turgan kvartiramiz esa 75 kvadrat metrli bo'ladi. Bundan bilan girdingizda kengina koridor tushgan. Bu yerda birinchi xona balkoni bilan bo'ladi. Bu yerda ikkinchi xona, to'g'ri egalasida sanuzel joylari, plus bu yerda oshxonasi deysizlar, xullas kengina bir kvartira bo'ladi, zati yashayverasiz. Bu ko'rib turgan domingiz tayyor bo'ladi, subsidiya bemalol xarid qilasizlar. Aynan shuni yanginasida yana qurilishi davom etib turgan, o'sha etajlar ko'tarilib qolgan, ko'rishingiz mumkin. Muddatli to'lov kerak desangizlar, bu domimizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Aldan 30% ni to'laysizlar, qolganini bo'lib o'tiraverasizlar. Ya'ni misol kredit etib o'tirmay bo'lsa, subsidiya ololmadim deb qisqinib o'tirmaysizlar. Bunda yana qurilishi davom etib turgan domimizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Yana bir zo'r yangilikimiz. Bu ikki domni gördüğünüzde aynen şunu ben tarafından qaranglar, domimiz xudo xolasa bir ben 10-15 güne dokumentleri tayyor bo'ladi. Bundan polni subsidiya sotuvga chiqaramiz. Xullas, Mutavalli City qurilish kompaniyasini sotuv bo'limiga kelsangiz, o'sha o'zlari ko'rsatib, aylantirib hamma narsani tushuntiradilar. Qaysi sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol xarid qilaverasiz. Muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin degan domimiz, ya'ni qurilishi davom etib turgan domimizda, misol oddiy bir kvartirani oladigan bo'lsa, 71 kvadrat metrlisi bo'ladi. Bu yerda mana giraverishda kengina o'zini koridori, plus bu yerda yana birinchi xonasi tushgan, ko'ringlar. Oynalar ham katta etib, ajoyib etib ustanovka qilingan. Yonida yana bir xona tushgan, spalniya foydalanasizlar ikkisini. Plus bu yerda kengina o'zini zali bo'ladi, ya'ni mehmonlaringizga ham vaqt o'sha zaldan bemalol foydalanaverasizlar. Va albatta bu zalimizni yanginasida ko'rishingiz mumkin. Kuxnyasi tushgan bo'ladi. Bunda yana gaz turbalarga tutdan mana sabah bemalol muddatli to'lovga xarid qilaverasizlar. Va albatta kuxnyani yanginasida ko'rishingiz mumkin. Sanuzel uchun kattagina deb joylari qoldirilgan. Bu domimiz ham to'liq ko'rib turganlaringizdek pishgan karvishdan solinib turibdi. Bemalol kelib muddatli to'lovga xarid qilishlaringiz mumkin. Bu ko'rib turganingiz esa muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin degan domimizdagi eng kichkina kvartiramiz, ya'ni 55 kvadrat metr bo'ladi. Giraverish tushunni o'zini koridorchasi bor, plus bu yerda bir xona tushgan. O'zi основной xohlasangizlar bu yerni yig'ib tashlaysizdan общий studiyniy formatda bir kvartira aytib ajratib yashasangizlar ham bo'ladi. Yo'qmi, ikki xona kerak desangizlar, yana shunday bo'lib beriladi, ajratib yashayverasiz. Yana ko'ringlar, bu yerda balkoni tushgan bo'ladi. Balkondan chiqasizlar yana to'g'ri yo'lga qarab ajratib choyni berib o'tiraverasizlar. Va albatta kuxnyasiga keladigan bo'lsak, kuxnyasi ham yana ko'rishingiz mumkin. Kuxnyani o'zi ham kengina tushgan. Kattagina shuni o'zida misol stollarni qo'yasizlar, bunda ovqatlarni pishirasizlar, ajratib yeb ichib o'tiraverasizlar. Plus sanuzellarni ko'rishingiz mumkin. Giraverishda yana chap qo'limizda joylashgan bo'ladi. Sanuzel ham ayrıngina joylari bor. Bu kvartiramiz esa ana shu domdagi eng kattasi bo'ladi, ya'ni 100 kvadrat metrli. Qaranglar, giraverishda kattagina ishning o'zini koridori bor. Remont etilgan variantini ko'rsatgan ekan. Shunday xohlasangiz ajratib yashayverasiz. Birinchi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Giraverishda bu yerda mana kengina tushgan. Ajratib foydalanasizlar. Aynan shuni yanginasida kengina bir spalni tushgan. Spalning o'zini qaranglar. Bu ham kengina ajratib foydalanaverasizlar. Plus xohlasangizlar bu spalning o'zini bera sanuzel taxlab bersangizlar ham bo'laveradi. Bor variantlari. Bu yerda общий ko'rishingiz mumkin. Tualet uchun отдельный, bu yerda yana yuvinish uchun, ya'ni dush uchun отдельный joylari bor. Birinchisi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kuxnya bo'ladi, ya'ni oshxonamiz bo'ladi. Bu yerda ham ajratib foydalanasizlar. Bu yerda balkoni bo'ladi oshxonaning o'zini. Plus dvorga qaragan, ya'ni bemalol bolalaringiz o'ynasa shundan qarab turaverasiz. Plus yana bir injinning kattagina xonamiz tushgan. Xohlasangiz bu yerni zal qiling, xohlasangiz bu yerni zal qiling.
bu yanını özünüzə maslab əzzətib yaşayarız. Şəhər içində, şəhər degəndə en zor tərəfi qaranqlaşını zakriti mini şəhərçə boladı. Bu yan tərəfimiz Şovat kanal, verilən polni taxlanadı, ailanış üçün, əzzət damalış üçün zonaları taxlanadı. Plus bu yan tərəfə məktəbi, bağçası, poliklikəsi həmdə nəsə taxlanadı. Yəni şu mini şəhərçənin içində əzzəti qonşularla yaşab oturaq arasında. Yenə bir zor cayı var, başda aytıb ötkənimdə yapıq şəhərçə boladı. Gördüyünüz tolik ilə paksa bilan orak gələ yatırlar. Bu yanda havlu caylar var, bu yandakı adamlar bu yana ötülməydi, bu yandakiler bu yana xullas. Şimdi yapıq mini şəhərçədə həzzətib yaşayarasınız. Aynən siz həm subsidiyaga, kreditə, müddətli tolava, tayyar, yapılmasa misal yok, azğana kütəmən, pulum yok rakadı, bölüb tölüymən desəz də, kvartiralar gərək bolsa, özən pişkənkər öşdən, həmən nərsəsi moşlənsi taxlanğanı gərək bolsa, özlərimizi şu yana Karabəyərin yanındakı kurukdan azğana tandırsını yoluna ötəyib gələsiz. Mütəvəlli sitini özünə satıl bölümü çıxadır. Şöyle gəlsəniz, həmən nərsəni toluq düşündürəmiz. Qaysı variant sizə doğru gələdən bolsa, özünüzə bir zorundan bir kvartiranı xarid qılıb getə verəsiniz. Həmməmizə işinin taza caylarını alıb, içində toylarına atıb oturuş nəsib etsin. Bu domumuzda mənzilinə gələdən bolsa, köpçilik bir adamın Karabəyərini kuruğu var. Yəni, Xiva kuruğu ötmü köprünün yanında bir yanımız Əli Baba restoranı boladı. Ötüb gələsində Əmirxan Toğxananı yan qanasında ucu satu bölümü caylaşqan boladı. Şöyle gələsiniz, özləri çıxadıdan sizə üyləni göstərib verədilər. Qaysı birisi doğru gələdən bolsa, bemalol xarid qilishiniz mümkün. Yenə bir plus tərəfi 1 kilometr ham çıxmaydı. Az qana yürüyüşdə məscidəm yanınızda boladı. Xullas, yaşasan, yaşağıdın kvartiralar aynən şöyle boladı.